Do'stlik. Do'stlik bu do'stining mol dunyosi borligida yonida bo'lib, mushkulat tushganida undan qochmaslik do'stlik. Do'stlik bu boshqa insonlar do'stini g'iybat qilib turganida ularga qo'shilishib ayblarini ochish emas, ayblarini yashirib do'stini tarafini olishdir do'stlik. Do'stlik bu do'stini faqat dunyo ne'matlari ila siylamasdan oxirat ne'matlari bilan siylashdir do'stlik. Do'stlik bu do'stini boshiga bir mushkulat tushganida uni yengishida moddiy, ma'naviy ko'mak berishdir do'stlik. Do'stlik bu faqat dunyo uchun emas, Alloh uchun do'st bo'lishdir do'stlik. Do'stlik bu do'stini har xil kompyuter o'yinlariga emas, ibodatga, masjidga boshlashdir do'stlik. Do'stlik bu unga doim jannatni eslatish, jannatga harakat qilishni o'rgatishdir do'stlik. Do'stlik bu faqat dunyoviy ilmni emas, Qur'onni o'qishni o'rganish va o'rgatishdir do'stlik. Do'stlik bu qabrga borganida tugaydigan do'stlik emas, balki ortingizdan umri tugaguncha sizni haqqingizga duo qiladigan inson do'stingizdir. Do'stlik bu har namozida uni haqqiga duo qilishdir do'stlik. Do'stlik bu yomon yo'lga yurganida, dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lib qolganida Allohni eslatib, Alloh uchun do'stini yomon yo'ldan qaytarishdir do'stlik. Xo'sh, siz qanday do'stsiz?